الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Sa'id ibn Hudri radıyallahu anh rivayet qildilar. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Fatimata alayha as-salatu vesselam: "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubiki." Qalat: "Ya Rasulullah, hadha lana ahla al-bayt khassatan aw lana wa lil muslimin 'ammatan?" قال بل لنا وللمسلمين عامة. رواه الترمذي. Sa'id ibn Hudri radıyallahu anhu marhamat qiladilar ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq dedilar Fatima radhiyallohu anhoga: qurbonlik qilayotganingda o'zing uning oldida turgin va unga guvoh bo'lib turgin. Chunki qurbonligingdan to'kilayotgan birinchi qondayoq sening o'tgan barcha gunohlaring mag'firat qilinadi dedilar. Shunda Fatima onamiz: "Ya Rasululloh, bu biz ahli bayt uchun xossatanmi yoki bizlarga ham va butun musulmonlarga ham ommatanmi?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma musulmonlarga ommatan dedilar. Mana azizlar, bir qatra qonni evaziga Alloh o'tgan barcha gunohlarimizni kechirmoqligini va'dasini beryapti. Bundan katta marhamat bormi? Bir qatra qona, uni qarang, bir tomchi qon evaziga. Shuning uchun qurbonlik qilishlikda bir masala bor. Qurbonlik qilishdagi qurbat ibodat iroqatud dam, ya'ni qon chiqarishlik. Go'sht emas, teri emas, qo'yning boshqa a'zolari emas, qon chiqarishlik. Mana shuning uchun ham ulamolarimiz aytadilarki, hozirgi kunda shu masala ham ko'p tarqalib qolyapti. So'ralayotgan eng dolzarb bo'lgan masalalardan bittasi, qo'yni olib turib, olib kelib so'yib bo'lgandan keyin go'shtini tortib pulni bersan qurbonlikqa o'tadimi deyapti. O'tmaydi. Chunki siz qon chiqarmadingiz. U qo'y so'yilayotgan paytda sizning qo'yingiz emas edi. Iroqatud dam, qon chiqarishlik ibodati sodir etilmadi. Siz go'sht sotib oldingiz xolos. Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar la ilaha illalloh Allohu akbar Allohu akbar walillahil hamd. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي.